Virtual xususiy tarmoq, ya'ni VPN, hozirgi kunda internetdan foydalanish kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Biz internet orqali ma'lumot almashamiz, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanamiz, onlayn to'lovlar qilamiz va turli xizmatlardan foydalanamiz. Lekin internetdan foydalanishda xavfsizlik muammolari ham mavjud. Ba'zan shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlanishi, foydalanuvchining IP manzili aniqlanishi yoki ma'lumotlar uchinchi shaxslar tomonidan kuzatilishi mumkin. VPN bu inglizcha Virtual Private Network so'zlarining qisqartmasi bo'lib, o'zbekchada virtual xususiy tarmoq degan ma'noni anglatadi. VPN internet orqali ikki yoki undan ortiq qurilmalar o'rtasida xavfsiz va shifrlangan aloqa kanali yaratadi. Oddiy internet ulanishida foydalanuvchining ma'lumotlari ochiq tarzda uzatiladi. Bunday holatda tajovuzkorlar yoki hakkerlar ma'lumotlarni ushlab qolishi mumkin. VPN ishlatilganda esa ma'lumotlar maxsus shifrlash texnologiyasi yordamida himoyalanadi. Natijada ma'lumotlar faqat yuboruvchi va qabul qiluvchi tomonidan o'qilishi mumkin. VPN qanday ishlaydi? VPN ishlash jarayonini oddiy qilib tushuntirsak, u internetda xavfsiz tunnel yaratadi. Avvalo, foydalanuvchi kompyuterida yoki telefonida VPN dasturini ishga tushiradi. Keyin qurilma VPN serveriga ulanadi. Ulanish jarayonida barcha ma'lumotlar shifrlanadi. Shundan so'ng foydalanuvchi internetga murojaat qilganda, uning barcha so'rovlari avval VPN server orqali yuboriladi. VPN server esa bu so'rovni kerakli sayt yoki xizmatga yetkazadi. Natijada tashqi saytlar foydalanuvchining haqiqiy IP manzilini emas, balki VPN serverining IP manzilini ko'radi. Bu esa foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini himoya qiladi. VPNning afzalliklari. VPN texnologiyasining bir nechta muhim afzalliklari mavjud. Birinchidan, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydi. VPN ma'lumotlarni shifrlash orqali ularni begona shaxslar o'qishidan himoya qiladi. Ikkinchidan, foydalanuvchining IP manzilini yashiradi. Bu esa internetda anonimlikni oshiradi. Uchinchidan, ochiq Wi-Fi tarmoqlarida xavfsizlikni ta'minlaydi. Masalan, kafe yoki aeroportdagi bepul Wi-Fi tarmoqlarida VPN ishlatish juda foydali. To'rtinchidan, bloklangan sayt va xizmatlarga kirish imkonini beradi. Ba'zi davlatlarda ayrim saytlar cheklangan bo'lishi mumkin. VPN orqali boshqa davlatlar serveri orqali ulanib, bu cheklovlarni chetlab o'tish mumkin. VPN texnologiyasining bir nechta turlari mavjud. Birinchisi Remote Access VPN. Bu turda foydalanuvchi masofadan turib kompaniya yoki tashkilot tarmog'iga ulanadi. Masalan, xodim uyidan turib ish tarmog'iga kirishi mumkin. Ikkinchisi City to City VPN. Bu tur ikki xil tarmoqni bir-biriga ulash uchun ishlatiladi. Masalan, kompaniyaning turli shaharlardagi filiallari o'z tarmoqlarini xavfsiz tarzda bog'lashlari mumkin. Uchinchi turi esa Client to City VPN bo'lib, foydalanuvchi qurilmasi va server o'rtasida xavfsiz ulanishni ta'minlaydi. VPNning kamchiliklari. VPN ishlatilganda barcha ma'lumotlar shifrlanadi va VPN server orqali o'tadi. Shu sababli internet tezligi biroz sekinlashishi mumkin. Bartaraf etish uchun esa yaqin joylashgan VPN serverini tanlash, tez ishlaydigan VPN xizmatidan foydalanish, kuchli internet tarmog'idan foydalanish kerak. Keyingisi ishonchsiz VPN xizmatlari. Kamchiligi ba'zi bepul VPN xizmatlari foydalanuvchi ma'lumotlarni saqlashi yoki uchinchi shaxslarga sotishi mumkin. Uni bartaraf etish uchun esa ishonchli VPN xizmatlaridan foydalanish, maxfiylik siyosatini tekshirish, imkon bo'lsa pullik VPN xizmatlarini ishlatish.
Keyingisi, ba'zi saytlar VPNni bloklashi. Buni kamchiligi, ba'zi saytlar va xizmatlar VPN orqali kirishni cheklashi yoki bloklashi mumkin. Bartaraf etish uchun turli serverlardan foydalanish, boshqa VPN protokollarini tanlash, ishonchli VPN xizmatidan foydalanish kerak.